Yo, what's up? Hammaga salom, men ismim Kompot va bugungi videoda men oxiri o'zim yoqtirgan qishlog'imga qaytib keldim. Ha, do'stlar, bilmaganlar, men kecha vaqtga ketib qoldim bir ikkita sabablar bo'yicha men shaharga ketdim va u shaharda mana o'zimni qishlog'imga qaytdim bir ikkita narsa sotib olib va o'zi mana taksistda ham pulni berib qo'ydim va u qayergadir ketdi. Sal g'alatiroq taksist ekan. G'alati savollar berdi. Ha, mayli obunachilar, yuringlar. Oxiri akkancha men sizlarga aytmoqchi edim. Bugun biz kompyuter o'ynaymiz, chunki men to'g'ri uyimga kompyuter zakaz qildim. Nima? What the fuck obunachilar? Chobla qayerdan nima bo'lyapti? Nimaga bitta vertolyotlar, mashinalar, politseyskilar on tomdaylar ekan? What the fuck obunachilar? Yommayo, battan qancha odam? Nima bo'lyapti? Menga tushuntirib beringlar. What the fuck, bizni qishloq bilan nima qildilaring? Salom Kompot, sizlar qishloqlarga terroristlar kirdi va endi biz ularni chiqarib yuborishga harakat qilamiz. Necha kun bu uzoqligi yo cho'ziladi deb o'ylashing mumkin. Va men senga javob beraman. Kompot, bu 1, 2 yoki 3 kun, balkim 1 hafta uzoq bo'lishi mumkin. Voyda, shunday otib qo'yishlaring qiyinmi? Kompot, ular sizlarni bor boyliklaringni o'g'irlab bekitib olishganda, qurollarni ham bekitib qo'yishgan. Qurollari bor ularning, avtomatlari va biz hozirchalik kira olmayapmiz. Rosa otishma bo'lyapti, Kompot. Lekin kirsak yomon qilamiz, ishonor bu terroristlarni. Vashsha yomon qilamiz. Ha, mayli, xo'p, men tushundim. Lekin hattoki kirishga ham harakat qilmayapsizlar. Meni kirgizib yuboringlar. Men hatto nimalarim bor, kompyuterlarim bor va 2-3 kun men vashsha kutolmayman. Yommayo, biling obunachilar kirgizishmayapti. Xo'p, mayli. Xo'p, nima qilsak bo'larkan? Lekin eshitinglar, men o'yinchiman-ku. Men ular oddiy NPC obunachilar, ularni oqizib tashlasak bo'ladi-yu. Davay, o'zimiz harakat qilamiz, faqat kirish kerak-da. Xo'p, qayerdandir kirish kerak obunachilar. Birinchi o'rinda shu tomonda ham militsiya bor. Yommayo. Mayli. Obunachilar bo'ldi, aniq. Voy, vertolyotlarga qaranglar. Yommayo, voyda. Biling, endi yangi kompyuter olganman-da, shunaqa omadsizlikda obunachilar. Shu biling, vashsha omad kelmayapti menda, ishonaveringlar. Vashsha omad kelmaydi obunachilar. Bu vashsha nima qilishni ham bilmayman. Xo'p, mayli, hozir hamma yo'lda ko'rib chiqamiz va kirishga harakat qilamiz va bu ajoyib bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, obunachilar, aniq bo'ldi. Kommentariyaga yozib qo'yinglar va kanalga iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki bu hammasi vaqt ketadi va iltimos, agarda shu sizlarda obunalaring, agarda like bossalaring, rostdan mazza qilyapman. Rostdan sizlarning nimalaringni, podдержкалаringni, hurmatlaringni ko'ryapman. Xo'p, mayli obunachilar, biz men qidiramiz. Xo'p, birorta mashina aylanib o'tamiz. Qani, o'rmondan aylanib o'tsak ham yaxshi bo'lardi. Xo'p, zo'r bo'lardi agarda o'rmondan. Mana yerda hech kim yo'q. Yaxshi. Agarda kiradigan bo'lsa ham yaxshi bo'lib ketadi obunachilar. Bo'ldi, chotki. Mashinadan kirsak bo'ladi, ajoyib. Lekin ehtiyotroq bo'lish kerak. Xo'p. Yo'q, terroristlar obunachilar, bitta terrorist nimalar qilish kerak? Mayli, mashinaga kirib olamiz. Va yommayo! Bitta buncha qurol bor ekan, shu sizlar g'ilay ko'zlaring shuni ko'rmaganmi bilmayman. Yommayo, qaranglar, avtomatlar, biling, voyda. Bitta shu men ekanman-da, mana shu turgan. Yommayo, obunachilar, vo, ajoyib. Juda ham yaxshi va bu ajoyib desam ham bo'lardi. Yommayo, buni qaranglar. Endi mana shu oqsa bo'laveradi. Idem sudda, daragoy, o'ldirib qo'yamiz shunday qilib obunachilar. Bizni qo'limizdan keladi va hamma ajoyib ham bo'ladi. Obunachilar, bu ajoyib.
Xo'p, endi paqillatamiz, hammani pirratib otaveramiz. Sababi bu eng yaxshi usul va eng foydali usul desak ham bo'ladi. Qishloqlar panika qilmanglar. Yonma-yon urmang, brat, iltimos. Ot, ot, mana pichoq bilan o'ldiramiz. Nima pichoqni tashlab yubordim hozir? Idем сюда, дорогой. Bo'ldi, oqdi. Xo'p, yana qayerda bor? Qishloqlar panika qilmanglar, bilaman. Hamma yoq qo'rqinchli ko'rinayotgani mumkin. Qo'lidan hech narsa kelmaydigan politsiyani turibdi. Xo'p, o neger WhatsApp oqizamiz buni ham uylarni buzib yuborishibdimi? Ipilloqsizlar. Hali har bittasi javob beryapti. Mana o'shuning uchun yomon ishlar bilan shug'ullanish bu yomon. Buni ishlar bilib olinglar. Xo'p, hozir endi xo'p, qayerda? Mani uyimdan chiqyapti. Uyimni bir joylanga zo'r, молодцы, obunachilar. Uyim yarimi yo'q va bu uncha yaxshi emas. Politsiya. Obunachilar qochish kerak. Obunachilar, bu judayam qo'rqinchli va hozir qochamiz. Politsiya nima dedi? Hoy, kompot, bo'ldi, yo'qol, senga yordamga kelyapmiz. Ha, bo'pti. Tinch qo'yinglar mani. Xo'p, obunachilar yig'ishtirib olamiz. Mana yerda hamma almazlarimiz bor ekan. Men bilmagan ekanman shu politsiyani kallasi shunchalik biling obunachilar, mashqdan o'tib qo'yish shunchalik qiyinmi degan, mashqdan kirib ko'raveramiz. Har qaysi holatga yo'q, hech kim yo'q. Xo'p, mayli, cho'ta qolishmadi shekilli. Mana yerda bormi? Ha, cherkovda bor, 3-qavatida. Ko'rdim. Ha, bo'pti, mayli. Ikkita ekan. Yonma-yon urmanglar. Tushib ketdim obunachilar. Og'riyapti oyog'im. Oyog'im. Bitta o'ldiraman. Ya, готов. Sani esa snayperdan o'ldiramiz. Bolajon, mana bunday qilamiz. Po'q qatadi. Va kuchlimikin-da? O'lmayapti. Zo'r o'ldi. Bola biling. Hayron qolasizlar-da shunaqa paytlarda. Obunachilar bo'ldi, hamma yo'q ajoyib joyida bo'ldi. Boshqa yo'q shekilli, menimcha boshqa ham yo'q. Xo'p, manetlarda bo'lishi mumkin. Yo'q, obunachilar yo'q. Mana kecham tushib qolyapti. Vayda. Hali kompyuterimni qo'ymadim. Mayli, endi Melisaga aytamiz. Melisa, bu men kompotman. Mana qaranglar, hamma yo'qni olinglar. Men hamma terroristlarni o'ldirdim. Voy, kompot, kerak emas degan joyga nimaga kallani suqaverasan? Nimaga o'ldirding? Men obunachilarim bilan mana o'ldirib qo'yding. Men obunachilarim ham zo'r otadi Minecraft albatta. Va o'shuning uchun biz kirib shatda nima qildik? Batta qishloqlar hamma xavfda edi va men ularni qutqarmasam bo'lmas edi. Ha, bo'pti, mayli, kompot, mayli, xo'p, nima qilsak bo'ladi? Mayli, senga birorta sovg'a berish kerak va menimcha sen eng zo'r Minecrafter yoki eng zo'r otuvchi Minecrafter nomiga loyiqsan va sen bizga ancha yordam berding. Rahmat, kompot. Yo'q, sizlardan kutmadim to'g'risi. Ha, bo'pti, mayli, men ketdim. Buncha terroristlarni o'ldirdi-yu, bo'plar. Rahmat aytishdimilarkan, men kutmadim to'g'risi, obunachilar. Men vashta shokdaman va bular rostdan rahmat aytishdi. Bomba, buf, portlash. Ha, mayli, bo'lar ish bo'pti. Endi biz menimcha uyimga kirib, наконец-то kompyuterimni unpacking qilamiz, aniqroq obzor qilamiz, obunachilar. O'sha tepani qaranglar, chiroy, vashshe. Xo'p, mayli, kiramiz, vizillab. Xo'p, hamma joyida qishloqlar hech narsa qilmadi. Bo'ldi, biz kompyuter ko'rgani kelyapti-ku. WhatsApp obunachilar, uni qaranglar. Mana qurolda o'pam, mayli. Xo'p, qaranglar, bomba-da. Mayli. Xo'p, kompyuterim joyida ekan. Endi qishloqlar bilan ko'rishib, hammasi joyidami, yo'qmi, terroristlar boshqa yo'qmi, hamma yo'qda. Joyiga ham qaytarishim kerak mana bu pullarni birinchi o'rinda, chunki bu baribir qishloqning puli. Agarda bu bo'lmasa, remontlar bo'lmaydi qishloqda yoki mayda-chuyda mashinalar bo'lmaydi. Sizlar bilan men kompotida videoga bitta like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Iltimos, sizlarda hozir yordamlaring har doimgidan ham ko'proq kerak. Bo'lmasam hammaga bo'pti.